YouTube kanalimga mana shunaqa video qilishga qaror qildim. Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga ozgina ta'rif berib o'taman. Uyimizni ko'rsatishga harakat qilaman, chiroyli qilib. Obzorini ham chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Xo'p, 9-etaj, 9 etajgani 9-etajda joylashgan, 3 xona, 4 xona qilingan, 84 kvadrat. Mana shu uyda nimani ko'rsanglar qoladi, faqat texnikadan tashqari televizor, kir mashina, xolodilnik hammasi ketadi. Xo'p, mana bunaqa stroyniy shkaflari hammasi qoladi. Chiroyli qilib qo'yibdilar akamiz. Xo'p, bu yerda spalni faizli qilib, chiroyli qilib spalni qilib qo'yibdilar. Spalnini ko'rasizlarmi? Xo'p, stroyniy mana bu shkaflarimiz qoladi. Xo'p, televizor o'sha aytganimdek ketadi. Xo'p, shunaqana konditsioner qoladi, lustraga отдельно baho beramiz. Chiroyli qilib qo'yibdilar akamiz. Xo'p, bu yoqdan shuni chiqishimizda sanuzilimiz. Sanuzilga mana отдельно baho berasizlar. Sanuzil yana bitta fishkasi bor. Nima desanglar, mana bunaqa qilib yana bitta hojatxona qilib qo'yibdilar. Chiroyli qilib hojatxona qilib qo'yibdilar. Xo'p, bu yoqdan chiqamiz-da, keyingi xonaga kiramiz. Xo'p, bu xonamiz mana yana bitta spalni. Buni ham kengini chiroyli qilib qo'yibdilar. Bu spalnidan yana bitta spalniga o'tsa bo'ladi. Mana spalnini ko'rasizlarmi? Xo'p, bu yerda utepленный qilingan, chiroyli qilib qo'yganlar akamiz. Xo'p, o'sha aytganimdek televizor qoladi, qolgan narsalar hammasi, to есть televizor ketadi, qolgan hamma narsa qoladi. Xo'p, sizlarga yana bitta fishkani aytaman. Xo'p, bu yoqda ham yana bitta sanuzilimiz bor. Sanuzilni ko'rasizlar. Chiroyli qilib qo'yganlar. Bu yerda cho'pli pol qilib, mana bunaqa umli donga o'xshab, mana bunaqa qilib elektronniy variant qilib qo'yganlar. Knopkani bosasizlar, любой gradusga qo'yasizlar. Любой gradusda isitib beradi. Xo'p, bu yoqdan shunaqana zalga kiramiz. Zalimiz mana ko'rasizlarmi? Keng, katta, chiroyli. Mana shu zalda nimani ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma narsa qoladi. Konditsioner, mashalloh, Alloh deb yozilgan joyimiz. Mana bu televizordan boshqa televizor ketadi. Mana kattagina zal. Xo'p, zaldan chiqamiz. Yana bitta dushovoy kabinka qilib qo'yibdilar ogamiz. Qoyilman dedim, lekin 84 kvadratga shuncha narsani sig'diribdilar. Mana bunaqa dush qabul qilib chiqqandan keyin oynaga qarab, bemalol chochinglarni quritib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa qilib kirib, stroyniy shkaf qilib qo'yibdilar. Mana bunaqa chiroyli qilib kuxnyaga stroyniy shkaf qilib, kuxnyamiz ham kengina, balkonimiz 2 ga 6 bo'lyapti o'shanda. Mana bunaqa mebellari bilan, mana bunaqa tapchalari bilan. Tapchalarni ko'rasizlarmi? Faizli yozda shuni oynani ochib qo'yasizlar deb mazza qilib shabadada o'tirasizlar. Menga nima deysizlar endi mana tapchanga. Mazza qilib oilaviy choy ichib, ujin qilib, bemalol mehmonlar kelsa, mehmonjonlar bilan mazza qilib o'tiradigan joyi. Manzilimizni Qo'yluv 7, Sergeli tumani, Qo'yluv 7 massiv. Shunaqana metroning yonginasida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Xonadonimiz sotilyapti. Sizlarni kutib qolamiz.